bir umr senlarni deb yashab keldik. Yig'lama ya. Kinoga nimasiga yig'laysan? Men ketdim, mollarga qarab kelay. Bechoramı bakmacan. Bollarının rohatini ko'raman. Qanday bo'lyapti? Yig'ladingizmi? Yo'q, ko'zimga buji kirdi. Ye, qayoqqa? Hechga o'tib kelib. Chiya bo'lmi o'zimi? Bilmadim. Mujik salaman, mujik. Ah? Yig'ladingmi erkak? Ha yo'q, bitta kinoga yig'lamayman-ku dada. Ye. Ha. Kim og'rib chiqib kelay. O'zbek qilasanmi ish qilib? Voh. Shunaqayam yig'latayotgan kuyno bo'ladimi onasini imsin. Bechora Ahmadvachchani xotiniga rangi kelib ketdi. Yig'lasak hammamiz yig'laylik, baribir yig'layamiz ko'chaga chiqib. Hamidan. Ya bo'ldi ya sharmandalar. Ya 3 soatdan beri mayda qiynalib yotibman, kino ko'rib yig'laysan. Sumak botib ketdi. Sumak qulaydi bolam. Nimasi qulay? Sumak ham tuvagam to'lib ketdi. Undan ko'ra mana Lalakuni yangi qadoqdagisini taqinglar. Buni sifati zo'r qilib ishlab chiqarilgan. Xomashyosi chet eldan olib kelinadi. Namlikni o'zida zo'r saqlaydi. Allergiya ham chaqirmaydi. Shundan taqinglar, Davudga turib beraman. Turib bermagan mujik emas. Ye, o'lgirdim. Shu Amitabh Bachchan 2 burda mana yoqqa non qo'ydimi yig'laysizlar? Onasi, kinoga yig'laydi bular, bular. Lekin Rani Mukerji zo'r narsa ekan.